Bero'za ko'chatlarimiz 3 yil avval 1 metr edi. Hozir bo'ylari 3,5 metrdan 5 metrgacha yetdi. Soni 1000 taga yaqin. O'zimizning xonadonda turibdi. Manzil qayerda? Manzilimiz Farg'ona viloyati, Quva tumanida. Parvarish qanaqa bo'ladi? Parvarishi juda oddiy. Bu ko'chatlarimiz ochiqcha injiqmas, har qanaqa sharoitga chidamli, kasallik tushmaydi deyarli bu ko'chatlarimizga. Asosan suvi bir hafta 10 kunda sug'orib turilsa bo'ldi. Narxlari necha pul? Narxlari kelishilgan holda 100 ming so'mdan 400 ming so'mgacha baholangan. Qanaqa qilib yetkaziladi? Yetkazib berish ko'chat soniga qarab yetkazib beramiz. Bitta holatini ko'rsatib ketasiz. Tayyor holati. Bu o'rtacha holati ko'chatimizni narxi 150 ming so'm. Mana shu ko'rib turgan ko'chatlaring bo'ylari 3,5-4 metrgacha. Qadrdon tomoshabinlar, cheklanmagan miqdorda, ya'ni 1000 dan ortiq bor ko'rishingiz mumkin. Kuz faslida oltin deb toblanadi, yozda esa ko'm-ko'k bo'lib turadi.